Kuni kecha biz inklyuziv jamiyatimiz bilan Mirzo Ulug'bek nomidagi Delmin bog'iga bordik. U yerda qilingan sharoitlar biz uchun kirib chiqishimizda juda oson bo'ldi. Yaqinlarimizni ko'rib, rosa xursand bo'ldim. Hammamiz yig'ilib ro'yxatdan o'tib oldik. Yaqinlarimiz bilan biroz suhbatdan so'ng aylanishga tushib ketdik. Birinchi bo'lib amerikanskiy gorkada uchdik. Ozgina qo'rqinchli bo'lar ekan. Keyin parrakli karuselda uchdik. Vashshe zo'r ekan. Undan keyin charxpalakni ko'rib hayratda qoldim. Bunchalik baland deb o'ylamagandim. Unda eng balandiga chiqaman deb sekin balandiga chiqib ketdik. Lekin shaharning go'zalligini ko'rib gapirishga til ojiz. Shu joyda sizlarga ham yo'qotgan bo'lsa, bitta like bosib ketinglar. Keyin biroz aylangandan so'ng farzandlarimiz uchun mo'ljallangan karusellarda bolalarimizni uchirdik. Bolalarning ko'zidagi quvonchni ko'rib 10 yoshga yoshardim. O'zimizni ham unutib qo'ymadik. O'zimizga mos bo'lgan karuselni topib olib, naqd 3 marta uchdik. Karuseldan tushib avtodromga yugurdik. U yoqda ham yoshlikni esab mazza qilib uchdik. Yaxshi narsa tez tugaydi degandek, u ham tez tugab qoldi. Biroz sayr qilib baliqlarni tomosha qilgani bordik. Biz bilan hatto kaptar ham birga tomosha qildi va "Bo'pti, gaplashamiz" degandek uchib ketdi va biz hammamiz baliqlarni tomosha qilishdan davom etdik. Qaroqchilar kemasining borligini eshitib, o'sha yerga yo'l oldi. Kaptarimiz ham "Kelyapsizlarmi?" degandek kutib oldi. Odiljon ham qo'rqmasdan birinchilardan bo'lib kemaga chiqib ketdi. Kemada ham naqd ketma-ketiga 3 marta uchibmiz. Yaqinlarimiz bilan ozgina suhbatdan so'ng uyga tarqaldik. Ketishdan oldin yaqinlarimizga ikkita savol berdim. Sizga yoqdimi? Zo'rmi? Ha, yaxshi. Yana kelarmisiz? Chaqirsa? Sog' bo'ling. Ha, menga yoqdi. Men bu parkka oldin ham kelganman. Rosa zo'r joy. Mana salqin, soya, daraxtlar ham ko'p. Hammaga tavsiya qilaman shu parkka kelishni. Ayniqsa oilaviy kelganga nima yetsin, mana farzandlarim bilan keldim. Mazza qilib aylanib yurishibdi. Nodir opamga, tashkilotchilarga, nogironlar jamiyatiga kattakon rahmat. Yana chaqirsa yana kelarmisiz?